Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga shunaqa antrazit rangli akfa alyumin eshiromlar olib kelib qo'yib berganmiz. Razmerlari 240 180 bo'lgan bo'yi. Shunaqa ikki qanotli eshikdan tashqarida bitta, ichkarida yana bitta bo'lgan. Shunaqa bir qanotli eshikdan shunaqa antrazit rangli bitta bo'lgan. Bu tomonida 3 ta ko'zli romdan bo'lgan. Xo'p, ichkarida hammom eshigi bor bitta oq. Bunaqa fortishkadan ikkita bo'lgan. Orqa tomonda hammomda fortishkalari bor ikkita. Bu romimiz shunaqa padagonilari bilan o'rtasida ikkita ochiladigan shunaqa qora aynakli bo'lgan. Hozir bitta ochib ko'rsataman. Bitta ochib qo'ysa shunaqa mishat qilmaydi, chiroyli bo'lib turaveradi. Padagonilarini tekbalojni qo'yib berganmiz. Buni ruchkasi shunaqa akfani o'zini ruchkasidan bo'lib, shunaqa yon tomonga osilsa, ochiladigan qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, tashqaridan bitta ko'rsataman. Undan oldin aytib qo'yay, shunaqa pastgacha oyna qilib qo'yilgan. Bu tomonidagi eshigi ham shunaqa bo'lgan. Bu spalniy bo'lgani hisobiga shunaqa ko'rinmaydigan gulli aynakdan solib berganmiz. Bu tomoni oshxonaligi uchun shu o'rtada chiroyli bo'lib turish uchun shunaqa oq oyna bilan qo'yib berganmiz. Tashqaridan bitta ko'rsatib, narxini ham. Xo'p, romimizni tepa ko'zini qilmasdan shunaqa splashnoy qilib berganmiz. Jami shu ko'rsatib o'tgan eshik romlarim 16 millionga olib kelib qo'yib berganmiz. Bunaqa qilmasdan, bunaqa tepasida ko'zli qilib qo'ysa ham bo'lardi, lekin biz buni tanlaganmiz klient bilan shtobi chiroyli zamonaviy chiqish uchun.